Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 12, 13, 14 va 15 mart uchun kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 12 mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. 13-15 mart kunlari kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha, kunduzi 7-2 daraja iliqqacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 12 mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12 mart kuni kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduzi 7-2 daraja iliq bo'ladi. 13-15 mart kunlari kechasi 2-7 daraja iliqqacha, kunduzi 12-7 daraja iliqqacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida 12 mart kuni kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. 13-15 mart kunlari kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha, kunduzi 7-2 daraja iliqqacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 12 mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12 mart kuni kechasi 0.3 daraja sovuq, kunduzi 4-7 daraja iliq bo'ladi. 13-15 mart kunlari kechasi 0.5 daraja iliqqacha, kunduzi 12-7 daraja iliqqacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 12 mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12 mart kuni kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. 13-15 mart kunlari kechasi 3-8 daraja iliqqacha, kunduzi 13-18 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 12 mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12 mart kuni kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. 13-15 mart kunlari kechasi 0.5 daraja iliqqacha, kunduzi 15 daraja iliqqacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 12 mart kuni kechasi 15 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. 13-15 mart kunlari kechasi 0.5 daraja sovuqqacha, kunduzi 3-8 daraja iliqqacha ko'tariladi, deyiladi xabarda. Do'stlar, ushbu ma'lumot boshqalarga ham tezda yetib borishligi uchun iltimos like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.